O'quvchilar, xo'sh. Agar siz bir kun uyingizda onangizni joyida bo'lib qolsangiz, nima qilar edingiz? Bir kun onangizni joyida bo'lsangiz, nima ish qilar edingiz? Faraz qiling, siz onangizni o'rnida shu kun bo'lib qoldingiz. Nima ish qilasiz? Pizza pishirardim. Uy ishlarini qildirishni o'rgatardim. Bolalaringga uy ishlarini qilishni o'rgatar eding. Ovqat qilar. Ovqat qilar eding. iPad olib berasiz. iPad olib berasiz. Ovqat qilardim. Sayohatga ketasiz. Ovqat pishirasiz. Dubay boradi. Dubayga ketar eding, nanang o'rniga bo'lib qolsang. Bolalarga dars yordamlari. Uyda bolalaringga yordam berar eding, nanang o'rniga bo'lib qolsang darslarga. Ovqat pishirib berasiz. Ovqat pishirib berardik, Bolalarimga ish berasiz. Bolalaringga ish bo'lak qilib berardik. Kim o'tirolmayapti? Uniki buniki deb ish berardim. Bu oyingni o'rniga bo'lib qolsang. Ovqat pishirib berasiz. Aha. Bolani tomdan tashardim. Yo'y, tavba. Parkka yetardim. Sayohatlarga yetardim. Aha. Birinchi qator. Xuddi pishirib berardim. Xot-dogni pishirib berarding. Uylar yig'ishtirardim. Aha. Malika. Uydan haydardim. Uydan haydab yuborarding. Kimni? Bolalaringnimi? To'g'ri qilasan. Tabiat manzaraga palatka qurib, kayfni betirasiz. Qanday yaxshi. Basseynga borasiz. Basseynga olib borarding. Shuni nanang joyga bo'lsang nima qilar eding? To'samaymi? Sayohat qilmaymi? Uyga boshqalarga yordam berasiz. Baland ovozingiz chiqyapti. Sayohatga ketasiz. Xo'sh. Aylantirishga ish buyurardim. Ish buyurarding. Aytganimni qilmas ekan o'ldirasdim. Nanang joyga bo'lsang. Ish berib dars berasdim. Yaxshi tarbiya berar edim. Uyga boshqasiga yordam berasdim. Tomdan otib borar edim. Yaxshi tarbiya berardim. Yaxshi. Demak, siz bir kun onangiz joyga bo'lib qolsangiz, shu ishlarni amalga oshirasiz.